Assalomu alaykum Uskuna Pro obunachilari. Uskuna Pro kompaniyasi bugun siz uchun qulay bo'lgan yangi biznes haqida so'zlaydi. O'qishda yoki ishda biz uchun doim hamroh bo'lgan nam salfetkalarning savdosi bugun O'zbekiston bozorida yuqori o'rinlarda turadi. Shu sababli Uskuna Pro kompaniyasi O'zbekiston bozorida savdosi chaqqon bo'lgan nam salfetkalarni ishlab chiqarish va uning biznes rejasi haqida so'zlaydi. Avvalo, nam salfetka ishlab chiqaruvchi liniya haqida gaplashamiz. Ko'rib turgan liniyangiz nam salfetka ishlab chiqaruvchi liniya hisoblanadi. U ikki asosiy tarkibiy qismdan, ya'ni birinchi qism nam salfetka ishlab chiqaruvchi uskuna, ikkinchi qism bo'lsa nam salfetkani qadoqlash uskunasi hisoblanadi. Ushbu uskunani joylashtirish uchun sizga taxminan 15 metrga 8 metr bo'lgan joy kerak bo'ladi. Ushbu uskuna 380 volt kuchlanishda ishlaydi. Keling, endi bevosita ishlab chiqarish haqida gaplashamiz. Hajm jihatdan qulay bo'lganligi sababidan biz 20 talik nam salfetka ishlab chiqarish haqida gaplashamiz. Liniya 1 daqiqa davomida 20 talik salfetkadan 300 qadoq, 10 soatda 3000 qadoq, 26 kunda esa 78000 qadoq salfetka ishlab chiqara oladi. Nam salfetka ishlab chiqarish uchun bizga maxsus rulon qog'oz kerak bo'ladi. Uning 1 kilogrammining narxi $9. Bundan tashqari bizga salfetkalarni qadoqlash uchun maxsus etiketka paketi kerak bo'ladi. Uning 1 kilogrammining narxi $8. 20 talik qadoqlangan salfetkaning umumiy og'irligi taxminan 13,4 gram. 20 talik qadoqda salfetkani qadoqlash uchun bizga 2,5 gram etiketka paketi kerak bo'ladi. Salfetka ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan xomashyoning narxlari va har bir qadoq salfetkaning og'irligini inobatga olgan holda biz har bir qadoq salfetka uchun tan narxini hisobladik. Demak, har bir 20 talik qadoq salfetkaning tan narxi 1743 so'm bo'ldi. Ulgurji narxda biz salfetkani 3800 so'mdan sotadigan bo'lsak, bir oy davomida 78000 qadoq salfetka ishlab chiqargan taqdirimizda bizda umumiy summa 23903 AQSh dollari bo'ladi. Keling, endi bir oylik xarajatlar haqida gaplashamiz. Bir oyda rulon xomashyasi uchun 9406 AQSh dollari, etiketka paketi uchun 1560 AQSh dollari, 4 ta ishchi uchun 1600 AQSh dollari, elektr uchun 500 AQSh dollari va joy ijarasi uchun esa 500 AQSh dollari sarflaymiz. Umumiy summa 13566 AQSh dollari bo'ladi. Demak, biz yuqoridagi summadan xarajatlarni ayirib tashlasak, umumiy summa 10337 AQSh dollari bo'ladi. Biz ushbu summadan daromad solig'ini to'lasak, bizda sof foyda 8787 AQSh dollari qoldi. Agar siz 20 talik nam salfetka ishlab chiqaruvchi liniyani Uskuna Pro kompaniyasi xizmatlaridan foydalangan holda xarid qilsangiz, ushbu liniya siz uchun 37600 AQSh dollariga tushadi.